Salomatlik. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazidagi ona va mamlakatda analogi yo'q radioterapiya uskunasi Effecta Infinity tuzukli tezlatgich so'nggi 6 oy ichida 3-marta buzilmoqda tafsilotlari bilan suhbatlashamiz. Effecta Infinity tuzukli tezlatgichni O'zbekistonga yetkazib bergan Medical shirkati uni ta'mirlash ishlari yetarli darajada malaka va sertifikatga ega bo'lmagan mutaxassislarning aralashuvi natijasida to'liq ishdan chiqishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyan ozodlik bilan suhbatda tezlatgichning ishlashi uchun zarur bo'lgan ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchining mavjudligini aytar ekan, biz Qozog'istonning Medicine Equipment Service mutaxassisi kompaniyasi uskunani ta'mirlashga ma'lumotlarni o'rgandik. To'g'ri, bu kompaniya tezlatgichlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha tajribasi bor, lekin tezlatgichlarni ta'mirlash uchun bu shirkat ishlab chiqaruvchi tarafdan sertifikatlangan mutaxassislarga ega emas deyiladi. Elektr tuzukli tezlatgichi zamonaviy yuqori aniqlikda ishlovchi O'zbekistondagi yagona va analogi yo'q radioterapiya uskunasidir. Manuel Arutunyanga ko'ra, uskunaning 2 yillik kafolat muddati o'tgan yil kuzda tugaganidan so'ng buzilishni boshlagan. Ungacha tezlatgichning muntazam ishlashi va texnik ta'minoti Medical shirkati tomonidan amalga oshirilgan. Elektrning birinchi buzilishi 2020-yil sentyabrda sodir bo'lganligini xabar bergan edi. O'shanda uskunaning asosiy bemorlar qurilmadan 1 oy davomida foydalana olmadi. Qilingan Medical kompaniyasi xodimlari shartnoma asosida o'rnatib qurilmani ishga tushirishgan. Bundan so'ng uskuna 2020